Savsavning "Men boshqalarga vafosizlik qilsam mayli, ammo boshqalar menga vafosizlik qilmasin" degan gapini anglab baqqan bo'lishingiz mumkin. Savsav nima ish bu gapni deydi? Yurak berib, alt raqamini yo'llab saqlab etgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch parchadan ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Savsav Lyuboshi tog'isini o'ltirib etgandan keyin va bir oylik ishlarni hammasini o'ltirib etgandan keyin Chungung bunga g'azablanib ochiqlaydi. Bak rezil odam ekansan, nima ish bunday qilsa degandan keyin Savsav bu yerda "Men boshqalarga vafosizlik qilsam mayli, ammo boshqalar menga vafosizlik qilmasin" degan gap deydi. Endi bu gapdan biz Savsavninki nayt rezil ishkanligini his qila olamiz. Hem Savsavninki hayotga qaraydigan bo'lsak, uning qilgan nurg'un ishlari nayt rezillik to'g'ri. Ammo buningki mushi gapini yana bir o'ylaydigan bo'lsak, bu so'zdan, bu jumladan nima gap chiqdi degan vaqtda, men o'zimning orzu uchun hech qanday ishni boshlatmayman. Har qanday qiyinchilikni yengib o'taman. Hech qanday ish mening orzuyimni to'sib qololmaydi degan bir mazmunni ifodalaydi. Demak, Savsavninki hayotga qaraydigan bo'lsakmi, u o'zininki shu ishlarni vujudga chiqarish uchun har qanday ishni boshlatmaydi. Demak, uningda o'zining orzusidan voz kechmaydigan bir ruh bor demakchi. Agar siz bu gaplarga qo'shilsangiz, ostidagi inkas sayilgan alt raqamini qoldirib qo'ying. Agar uch balchalikdagi shunga o'xshash iyilik tiklash, iyilik boshqarish, kishilik munosabat va so'zlash qobiliyatiga oid shunday ism mazmunlarni, javhar mazmunlarni anglamoqchi bo'lsangiz, uch parchalikdan bir bilimga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, mening undidor topimga kirib oling. Men shu undidor topda uch parchalik va xodim boshqarish, korxona boshqarish darslikka deb yurishlik dars so'zlab beraman. Ayrim xonamga uchur qilish orqali topimga kirib olsangiz bo'ldi.